Abi, koridor kengligini ko'ryapsizmi? G-obrazli kattagina uzungina koridorimiz bor. 2 xonali 72 kvadrat uyimiz Toshkent shahar markaziy yuragida joylashgan. Yakkasaroy rayoni, Yakkasaroy to'yxonani ro'parasidagi yo'l yuzidagi novostroykamiz. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz bilan bizda uzungina prixo'ja. Chap tarafimiz mebeldan yasatilgan. Oyoq kiyim-kechak taxlasangiz bo'ladi. Mana o'ng tarafga keladigan bo'lsa, bizda asosiy sanuzelimiz birlashgan holatda, kafelari chiroylikgina turibdi. Uyimizda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma narsa qoladi. Mebel texnika ukomplektovani polностью tayyor kirib yashaydigan uy. Bu yog'imizda birinchi xonamiz, gostivoy, mehmon kutadigan xonamiz. Xonalari juda ham katta, konditsionerlari bor, visokopotolochniy. Bu uyimizda aytib o'taylik, mana birinchi qavatda joylashgan. Keling, ikkinchi xonamiz spalniy. Spalniy garnitura mebel polностью ukomplektovani. Bu xonada ham o'zining konditsionerlari bor. 3 xona qilib hisoblasak ham bo'ladi. Mana keling. Oshxonamiz ham kattaligini ko'ryapsizmi? Mягкий mebel, stol, stul, bu yoq taraf uzunasiga stroyni kuxonniy garnitura. Bu yoq xonada ham o'zining konditsioneri bor. G'ishli novostroykamiz 72 kvadrat uyimizdan birgalikda ko'rib chiqdik. Lokatsiya Yakkasaroy to'yxonani ro'parasi, охраняемый territoriya. Parkovkalardan ham hech qanaqa muammosi yo'q. O'zingiz uchun sotib olib qolasangiz, binoni tagida avtoparkovka, o'zingiz uchun joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ma'lumot uchun telefon raqamlari opsioniyada aloqaga chiqasiz.